Chiroyli. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda biz materinskiy plata, motherboard nimaligidan ko'rib chiqamiz. Xo'sh, materinskiy plata, oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, bu bilsak agar bizda hamma narsa bor. Masalan, kompyuter miyasi, kompyuterda xotirasi, qo'shimcha xotirasi, hamma narsasi bor va materinskiy plata degan narsa ham bo'ladi. Masalan, kelinglar oddiy tilda tushunishga harakat qilamiz. Oddiy misol. Odamda, endi kompyuterda odamlarga taqqoslaydigan bo'lsak, kompyuterda, to есть odamda miyasi bor, yuragi bor, anosi bor, teri bor, yana nimasi bor, oshqozoni bor, ichak-chavog'i bor, yana boshqa narsalari bor. Ularda hamma narsani ushlab turadigan narsasi bo'lishi kerak. Masalan, bu hamma narsani nima ushlab turibdi? Bunday просто yig'ib turibdi. Hamma narsani skeletimiz ushlab turibdi-da endilikda. Skelet bilan tomirlarimiz va boshqa narsalarimiz asosda endilikda mast narsalarga ulangan mast narsalar ushlab turibdi bizni tanamizni, общий miyani, boshqa narsani ham. Kompyuterlarda ham xuddi shu narsa. Kompyuterda miya protsessorda, videokartani, operativ xotiralarni bitta narsa ushlab turadi. O'sha materinskiy plata. Hamma narsa materinskiy plataga kelib ulanadi. Materinskiy platada через materinskiy platalarni ichida potokida ichida o'sha kanallarni atrofida, o'sha ikkilik sistemalarda qo'lni komandalar aylanib, hamma narsasi aylanib ishlaydi. Materinskiy plata, то есть bu skelet desa ham bo'ladi. Skelet bu hamma narsa shu materinskiy plataga kelib ulanadi. Mana shu BIOS tizimimiz ham materinskiy platani ichida bo'ladi. Hech qanaqangi anavi nima edi, boshqa narsalarni ichida bo'lmaydi. Masalan, jostki disk boshqa narsalar ichida bo'lmaydi. Materinskiy platani ichida bo'ladi BIOSlarimiz. Shu materinskiy platani asosiy vazifasi bizning hamma zapchastlarimizni bitta joyga yig'ib, unga asos bo'lib berish va bizga xizmat qilib berishda shu. Materinskiy platani asosiy vazifasi shu. Bu yerga hamma narsa ulanadi. Mana bu joyimizga protsessor ulanadi, mana bu joylarimizga videokartalar, bu yerga operativ xotiralar, RAM, mana bu yerga SSD SATA, SSD jostki disk yoki SSD xotiralarni ulasak bo'ladi. Endi materinskiy platalarni turlari juda ham ko'p. Razmerni o'ziga hisoblaydigan bo'lsak 3 ta turga bo'linadi. Katta, o'rtancha va juda ham kichkina. Shunaqa. Materinskiy plata bu mikrosxema, который nima edi, hamma boshqa zapchastlarni общийga yig'ib, birga ishlatadigan narsa bo'ladi. Materinskiy platani asosiy vazifasi shu. Hammaga rahmat.